bir binoning eng üstünki qavitidan yoki tik uchar aeroplandan arg'amchi bilan tuvanga tushgan alohida harakat qismini ko'rganimizda hayron qolamiz va ularni olqishlab tabriklaymiz. Acaba bir ömüchük, bir alohida qism askarining qilgan ishidan texmi mukammal bo'lganini qilmasmi? O'rigan yipak yip orqali birla harakat bilan pastga tushidi va yana birla harakat bilan yuqoriga chiqadi. Bir alohida qism askari hargizmi ömüchükning tezligiga yetisha olmaydi. Balki bek bo'lsa, ömüchükning shogirdi bo'la olishi mumkin. Ömüchük ovlash uchun o'zini yipi bilan daraxtga bog'laydi ve o'ning ustiga atlab tushidi. Onun yipi hem o'zini hem o'ni ko'taralaydigan darajada kuchlikdir. U ovlagan olju ovlar onun to'rig'i chaplashib qoladigan bo'lsa-mu, u putlariga surgan bir suyuqlik bilan o'z to'rig'i chaplashishdan qutuladi. Ömüchükda bo'lgandek, şu olamga diqqat bilan qaraganimizda her bir maxluqning o'ziga oid bir vazifasi ve onunğa xos hayat şekli barlığını görürüz. O məxluq dünyaya kelibla dərhal vəzifəsini başlaydı ve onunğa xos hayat şekliga to'liq moslashadi. Xuddi bular başqa bir olamda tarbiyalangandek vazifasida asla xatolik sodir qilmaydi ve qilchilik ikkilanmaydi. Demek bu ahval ispatlaydı ki, ularga terbiye qilgan, ularga vazifelerini öğretken ve ularni hayat şartlarına muvafiq qilgan bir zat perde arkasida çokum var. O zatning barlığı qabul qilmasdan, ko'z oldimizdagi bu terbiyeni izohlash asla mumkin emas. Bu haqiqatni texmi yaxshi tushunishimiz uchun tuvanda bir hasal harisining tarbiyasiga qaraymiz va bu tarbiyadan Janobi Allohning borlig'iga panjara ochamiz. Hasal harisi to'xtamasdan, aram olmasdan ishlaydi. Kunda 20 ming chechakni ziyorat qiladi. Bu mushaqqatli ishlashning natijasida hasalga o'xshash tatliq g'izoni bizga taqdim qiladi. Endi Allohni inkor qilgan kishidan so'raymiz. Hariga hasal ishlab chiqarishni kim o'rgatdi? Bütün insanlar birleşse, bir gramını mı ishlab chiqara olmaydigan hasalni bu zaharlik hasharat qandoq ishlab chiqaradi? Yoki bo'lmasa, u bizdan bekerak aqlliqmi? Harining faqat hasal ishlashni bilishila kifoya emas. Chunki bu faoliyatda faqatla hasal ishlash planlanmagan. Çünkü hasal insonga manfaat qiladigan shaklda yaratilgan. Undaqda hasalni ishlab chiqarg'uvchining insondan xabardor bo'lishi va vujud qurilmasini bilishi lozim. Halbuki harida bundaq ilm yo'q. Yoki siz harining insonlarni tunuydiganligini va vujud qurilmasini biladiganligini da'vo qilamsiz? Hasalni ishlab insonlarga yegizish rahmatning, shafqatning va kuyimchanlikning bir namoyandasidir. Halbuki harining bizga nisbatan marhamatimi, shafqatimi yo'q. Buning dalili fursat topsila zaharlik yig'nisi bilan bizni chiqavilishidir. Hari bizga marhamat qilmasa, undaqda bizga shafqat ko'rsatib, marhamat qilgan ve haridan hasalni chiqargan kim? Hari gullarning changlishidimi nihoyatda cho'ng vazifani ustiga olgan bo'lib, gul changlarini bir chechakdan yana bir chechakka yo'tkab, gullarning ko'payishiga kafolat qiladi.
bir chechak qo'nganda yepishqoq va quyuq bo'lgan tuklariga gul chang chaplashib qoladi. Keyin o'xshash jinsdagi boshqa bir gulga qo'nib, gul changlarini onunga yuqtiradi. Bu vazifaning ijrosida ajoyib bir ko'rinish o'ttirg'i chiqadi. Masalan, hasal harisi eng boshda bir gul chechagi qo'ngan bo'lsa, u atrofdagi shu gulning chechaklarining hammasi tugiguncha boshqa turdagi gulga aslo qo'nmaydi. Buning sababi shudir. Agar farqli gullarga qo'ngan bo'lsa edi, gul changlari farqli turlarga yo'tkalganligi sababli changlashish maydoniga kelmagan bo'ladi va gullarning nasli tugaydi. Endi so'raymiz. Acaba hasal harlari gullarni qandoq taniydi? Gullarning naslining davom qilishi uchun bu jafoliq sayohatni nimishqa qiladi? Changlashtirish vazifasiga uyg'un bo'lgan qillarni uning vujudiga kim qo'ydi? Hasal harisining kichikkina qursuqida hasalni pishirish va a'zolarimizni vayron qilish kuchiga ega bo'lgan zaharga aralashtirmaslik ajoyib bir ishdir. Aqlsiz bir hasharat buningdek ajoyib ishning qilg'uvchisi bo'la olamdi? Endi hasal harisining tarbiyasidan başka bir sahne bilan davom qilamiz. Hari ko'niksidagi qo'mchoq hasal harilarining dunyoga kelishi uchun bir shart, ovdagi issiqlik darajasi 35 gradus bo'lishi kerak. Agar issiqlik darajasi 30 gradusga tushib qolsa, bütün bola harilar o'ladi. Yoki bo'lmasa darajasi 40 gradusga chiqsa, bu qatim yoki o'lim, yoki bo'lmasa palash bo'lib qoladi. Shundoq, hari ko'nakisining issiqlik darajasi dal 35 gradus bo'lishi kerak. Xo'sh, bu issiqlik darajasida hech qachon tushish yoki ko'tarilish bo'lmamdi? Albatta bo'ladi. Lekin hasal harilari buningmi amalini topgan. Issiqlik darajasi 30 gradusga tushganda, hara ko'nikining ustida titrab turib, issiqlik darajasining 35 gradusga chiqishini tamomlaydi. Ya'ni ular har o'vusi uchun mash bo'lish vazifasini o'taydi. Agar issiqlik darajasi 40 gradusga ko'tarilsa, bu qatim qanotlarini yalpib, ovuning ichini salqin qiladi. Demak, bu qatim bir shamoldirg'ich vazifasini o'taydi. Endi bu tarbiyani tasodifiylikqa havola qilgan kishidan qayta so'raymiz. Harilar ovuning issiqlik darajasining 35 gradus bo'lishi kerakligini qayerdan biladi? Ularni bildi deyli. Issiqlik darajasi tushganda ovusining ustida titrab turib, issiqlikni oshirishni na'dan o'rgandi? Yoki bo'lmasa issiqlik yuqori ko'tarilganda qanotlarini qiqish bilan har ovusini salqinlatishni ularga kim o'rgatdi? Hammadan burun harilarning issiqlikni o'lchaydigan graduslari bormi? Hara ovusining issiqlik darajasini qandoq o'lchaydi? Bola harilarning yashashi ular uchun nimishqa bunchalik muhim? Bola harilar bilan mashg'ul bo'lguncha 1-2 haftadan keyin ayriladigan dunyodan lazzat olsa bo'lmasmi? Bizlar faqatla hasal harisiga va uningga qilingan tarbiyaning 1-2siga qaradik. Hasal harisining boshqa xususiyatlari haqida onlarcha bet yozilishi
va yuzlarcha savol sorilishi albatta mumkin. Faqatla hasal harsilik tarbiyami izohlanolmay turgan paytda pila qurtidan qushlargacha, biliqlardan hasharotlargacha va hayvonlardan o'simliklargacha bo'lgan son sanoqsiz maxluq va har biriga qilingan farqli tarbiya oldimizga chiqmoqda. Acaba shundoq yüz minglarcha xil farqli tarbiyaning tasodifiylikdan bo'lishi yoki bu jonliqlarning o'zligidan bu ishlarni o'rgangan bo'lishi mumkinmi? Aqlini yo'qotmagan bir kishi buning mumkinligiga ishonarmi? يا رجائي